So'zlarni yodlaysiz, lekin ular baribir ertaga esingizdan chiqib ketadi. Tanish holati, keling bugun sizlar bilan aynan qanday qilib to'g'ri so'z yodlashda qanday takrorlashimiz kerakligi haqida gaplashib olamiz. Chunki bizning eng katta qiladigan xatoyimiz bu so'z yodlash emas, aksincha yodlagan so'zlarimizni to'g'ri takrorlamaslik hisoblanadi. Men Nuriya Ahmedovna 10-yillik tajribaga ega xalqaro ingliz tili o'qituvchisi va filologman. Aynan mana shu yillar davomida o'quvchilarga qanday qilib to'g'ri so'z yodlash metodlarini, ularni to'g'ri takrorlash, samarali dars qilish hamda ingliz tili bo'yicha bilimlarimni ulashib kelyapman. Oldingi darslarimizda siz bilan aynan qanday qilib so'zlarni to'g'ri yodlash haqida gaplashgan edik. Endi esa bugun siz bilan yodlagan so'zlarimizni qanday takrorlashimiz kerak, ularni qanday qilib qisqa muddatli xotiradan uzoq muddatli xotiraga olib o'tsak bo'ladi. Aynan shu haqida gaplashib olamiz. Undan oldin esa menga obuna bo'lib oling, chunki bunday ma'lumotlardan quruq qolib ketishingiz mumkin va bu videoni yaqin o'rtoqlaringiz bilan ham bo'lishish esingizdan chiqmasin. Va'da beraman, bugungi 3 ta texnikani o'rganganingizdan keyin siz yodlagan so'zlaringizni umuman esdan chiqarmaydigan holatga kelasiz. Demak, boshladik. Birinchi asosiy qilishingiz kerak bo'lgan takrorlash usuli bu before bed, ya'ni BB texnikasi deyiladi. Bu juda ham mashhur texnikalardan bittasi. Nima degani o'zi bu deydigan bo'lsangiz, ingliz tilini biladigan insonlar buni allaqachon tushunib olishdi. Before bed, ya'ni uyqudan oldin takrorlash degan ma'noni anglatadi. Ya'ni siz uyquga ketishdan oldin nimadir ma'lumotni takrorlab yotadigan bo'lsangiz, o'sha ma'lumot esingizda, ya'ni xotirangizda yaxshi qoladi. Sababi miyamiz uyqudan oldingi ma'lumotni qayta ishlaydi va uni yaxshiroq eslab qoladi va ma'lumot qisqa muddatli xotiradan uzoq muddatli xotiraga o'tadi. Faqat buning uchun juda ham charchagan bo'lmasligingiz kerak. Agar charchagan holatda takrorlaydigan bo'lsangiz, bu aksincha yomon bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta charchamagan holatda 5 minut vaqtingizni uyqudan oldin o'rgangan ma'lumotingizni yoki so'zlaringizni takrorlashga ajrating. Qisqa muddatli va uzoq muddatli xotiralar nima deydigan bo'lsangiz, birinchi endigina o'rgangan ma'lumotingiz birinchi navbatda qisqa muddatli xotiramizga joylashadi. Ya'ni uni siz qisqa vaqtgagina eslab qola olasiz. Masalan, yodlagan so'zingizni o'sha vaqtning o'zida eslashingiz mumkin. Lekin oradan 1 soat, 1 kun yoki bo'lmasam 1 oy o'tganidan keyin u umuman esingizdan chiqib ketishi mumkin. Agarda o'sha so'z sizni uzoq muddatli xotirangizga joylashadigan bo'lsa, bu so'zni siz umrbod eslab qola olasiz yoki ko'rgan paytingizda ma'nosini eslay olasiz. Va boya ta'kidlab o'tgan before bed usuli ham aynan ma'lumotingizni uzoq muddatli xotiraga joylashishiga yordam beradi. Ikkinchi asosiy usulni aytishdan oldin kommentariyaga yozib qoldiring, siz o'zi qanday usullarda oldin so'z yodlab kelgansiz? Bu menga juda ham qiziq, albatta o'qib chiqaman va keling endi esa ikkinchi usulni tanishtirib o'taman. Demak, ikkinchi bilishingiz kerak bo'lgan usulimiz bu spaced repetition, ya'ni oraliq takrorlash usuli hisoblanadi. Bu usulni mashhur nemis olimi Ebbinghaus 1885-yilda topgan va bunga ko'ra siz ma'lumotni yodlagan zahoti takrorlaydigan bo'lsangiz, bu ma'lumot yaxshi esingizda qolmaydi. Lekin uni oraliq vaqt tashlab takrorlaydigan bo'lsangiz, bu ma'lumot uzoq muddatli xotirangizga joylashib oladi. Qanaqa qilib qilamiz deydigan bo'lsangiz, so'zni yodlagan zahot uni takrorlamaysiz, balkim yodlab bo'lganingizdan keyin oradan 1 soat o'tib takrorlashingiz mumkin, 1 kun o'tib takrorlashingiz mumkin, cherizdan ya'ni 2 kun o'tib takrorlanishingiz mumkin, oradan 5 kun o'tib, hamda 1 hafta o'tib, hamda 1 oy o'tib takrorlab ko'rishingiz mumkin. Demak, qaytaraman. So'zlarni yodlaganimizdan keyin ularni darrov takrorlamaymiz, balki vaqt tashlab 1 soatdan keyin, 1 kundan keyin yoki 3 kundan keyin, 5 kundan keyin, 1 hafta hamda 1 oydan keyin qilib takrorlaydigan bo'lsangiz, xohlagan yodlagan so'zingizni eslab qola olasiz va ularni umrbod esdan chiqara olmaysiz. Uchinchi texnika esa haqiqatda bomba texnika hisoblanadi. Buni o'rganganingizdan keyin siz menga rahmat aytib borasiz, sababi bu texnika aynan so'zlarni juda ham yaxshi eslab qolishingizga haqiqatda yordam beradi. Undan oldin esa sahifamga obuna bo'lib qo'ying, chunki bunda bepul ma'lumotlarni siz hech qayerdan topmasligingiz mumkin va sahifamni doimiy kuzatib borishda davom eting. Uchinchi usulimiz esa bu Leitner metodi yoki usuli hisoblanadi. Xo'sh, bu usulda qanaqa ishlaymiz? Bu usulda biz asosan kartochkalar yoki flash kartalari bilan birgalikda ishlaymiz. Balkim siz allaqachon flash kartalardan foydalanarsiz, lekin uni qanday takrorlashni, qanday qo'llashni bilmasligingiz mumkin. Aynan bu usulda siz so'zlarni old tarafiga o'sha so'zni yozasiz,
orqa tarafiga esa ma'nosini yoki definition, izohini yozishingiz mumkin. Yozganingizdan keyin kartochkalar uchun alohida qutilar tayyorlaysiz. 5 ta quti bo'lishi kerak. Birinchi qutiga 1-kun, ikkinchi qutiga 3-kun, uchinchi qutiga esa 5-kun, 4-qutiga 1 hafta va oxirgi 5-qutimizga esa 1 oy deb yozamiz va yozganingizdan keyin har kuni yodlagan so'zlaringizni 1-kunga, ya'ni 1-qutiga solasiz va ularni har kun takrorlab yurasiz. Va keyin mana shu so'zlarni har 3 kunda 1 marta takrorlab ko'rasiz. Agar har 3 kunda 1 marta takrorlaganingizda so'z yaxshi esingizda qolgan bo'lsa, uni 2-qutiga, ya'ni 3-kun qutisiga o'tkazasiz. Agar esingizda qolmagan bo'lsa, o'zini qutisida, ya'ni 1-qutida qoldirasiz va yana takrorlashingiz kerak bo'ladi. Va undan keyin 2, ya'ni 3-kun qutisidagi so'zlarni har 3 kunda 1 marta takrorlab yurasiz. Va takrorlayotgan paytingizda yaxshi esingizda qolgan bo'lsa, eslay olsangiz, uni keyingi 3-qutiga, ya'ni 5-kun qutisiga o'tkazasiz. Agar eslay olmasangiz ma'nosini, o'zini qutisida qoladi. Bu degani har 3 kunda 1 marta takrorlab yurishingiz kerak bo'ladi. Va undan keyin har 5 kunda 1 takrorlaydigan so'zlaringizni takrorlab ko'rasiz. Takrorlay olsangiz, uni keyingi 4-qutiga, ya'ni haftada 1 marta takrorlaydigan so'zlar qutisiga o'tkazasiz. Agar takrorlay olmasangiz, o'z qutisida qoladi. Va keyinchalik esa uni har oyda 1 marta, ya'ni 1 oyda 1 marta takrorlaydigan so'zlar qutisiga solasiz. Agar eslay olsangiz, eslay olmasangiz, o'zini qutisida qoladi va yana takrorlab yurishingizga to'g'ri keladi. Agar shu usulda so'zlarni takrorlab yuradigan bo'lsangiz, siz xohlagan tilingizdagi so'zlarni yoki ma'lumotlarni bemalol eslab, yaxshi eslab qola olasiz va ularni keyinchalik ham kimdir sizdan so'rasa yoki qayerdadir ko'rib qolsangiz, bemalol ma'nosini aytib berishingiz mumkin bo'ladi. Endi esa sizga savol, qaysi usulimiz sizga ko'proq yoqdi? Kommentariyaga yozib qoldiring va shunday ma'lumotlar uchun menga obuna bo'lib qo'ying va yana sizdan qanday mavzulardagi ma'lumotlarni mendan olishni xohlardingiz, bu bo'yicha ham fikrlaringizni bo'lishadigan bo'lsangiz, aynan shu mavzular bo'yicha sizlar bilan o'z bilimimni bo'lishib boraman. Bunda bepul ma'lumotlarni va 0 dan C1 gacha chiqishingizga yordam beradigan ingliz tilidagi bepul darsliklarni o'zimni shaxsiy Telegram kanalimda ham berib boraman. Telegram kanalim linkini esa profil shapkasidan olishingiz mumkin. Obuna bo'lib olsangiz, Telegram kanalimda ham foydali ma'lumotlarga ega bo'lib borasiz. Men esa sizlar bilan keyingi darslargacha xayrlashaman. Bye everyone.